Hop, assalomu alaykum hammaga. Bugun Codeforce Sri indexes masalasini ko'rib chiqamiz. Hop, bizga bitta permutatsiya berilgan ekan. Enta sondan iborat. Permutatsiya bu birdan ingechisi bo'lgan sonlarda har biri bir martadan qatnashgan ketma-ketlikka aytiladi. Hop, biz shunaqa 3 ta indeks topishimiz kerak ekan. I, J, K. Bunda I ham J ham K ham bir-biriga teng emas kerak ekan va permutatsiyani J-inchi indeks, I-inchi indeksdan ham, J-inchi indeks, P-inchi indeksdan ham, K-inchi indeksdan ham katta bo'lishi kerak ekan. Hop, agar shunaqa topsak yes deb turib ash indekslar chiqaramiz ekan. Agar unaqa top bo'lmasa, no deb chiqarishimiz kerak ekan. Hop. Bu yerda aytyapti, P ni I-inchisi P ni J-inchisiga teng emas. Agar I teng emas J bo'lsa, deyapti. Permutatsiya bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi o'zi. Avval uzunligini kiritamiz. Hop, endi array ochamiz. Hop, nima qilishimiz kerak? I, J, K kerak va bunda ardi inchisi katta kichik ardi jinsidan va ardi jinsi katta ardi keyinsi. Hop, brute force yozamiz. Hop, buni J deb olsam yaxshiroq bo'ladi. Hop, int hop, vektor int oldingi virgul keyingi deb ocha olamiz. Hop, endi 0 i kichik j dan i plus. Agar ardi inchisi kichik ardi jinsi bo'ladigan bo'lsa, integer olgan bo'lar ekan. G teng infinity virgul keyingi teng infinity. Hop. Oldingi teng i brick. Hop. Endi keyingini qidiramiz. Int k teng j plus 1. Hop. K kichkina n dan k plus plus. Agar ardi keyinchisi kichik ardi jinsi bo'ladigan bo'lsa, hop, keyingi teng k brick. Hop. Endi agar oldingi teng emas infinity va keyingi teng emas infinity bo'ladigan bo'lsa, cout i j va k. Hop. Undan oldin yes chiqarishimiz kerak edi. Hop. Bu i emas edi. Oldingi. Bu keyingi. Hop. Endi cout no qilib qo'yamiz. Bu yoqqa keyin return qilib qo'yamiz. Nimadir chiqarib olgandan keyin return qilish kerak. Hop. No chiqardi. Hop. Nimaga? Bu yoqda k qilib qo'yibman. Uzr. J qilishim kerak edi. Hop, bu ikkalasi tez chiqdi, bundan no chiqdi. Hop, tekshirib ko'ramiz. Jo'natamiz.
Ha, bu yerda shu indeksni o'zini chiqarish kerak. Indeks emas, sonni o'zini chiqarish kerak. Arda shunisi and the indices themselves there are not such indices. Ha, bo'ldi. Indeksga birdan boshlab chiqarib qo'yibdi bu. Oldingi +1 j+1. Xo'p. Ishlatib ko'ramiz. Hop, ishladi. Choose file. Sport dasturlashmay. Hop, accepted. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.